Bahaysi bir ustoz Dorulhifoz vaqtiki qori bachalarga qarayman, ko'p yuragim kuyadi. Nima uchun? Ko'p qori bachalar hifizni shuru qiladi. Bir pora, ikki pora, uch porani o'qiydi. Otasi xushhol, onasi xushhol. Har joyga borsa, mening o'g'lim falon joyga hifz o'qiydi, qorilik o'qiydi. Lekin bir te'dod bechora qori bachalar nima uchun? Mobil uchun, motorsaykl uchun, to'p uchun, falon joyga musobaqa bo'lib, shu bearzish zotlar uchun bu Qur'onni ketini qo'yib ketadi. Bu Qur'onni vafodorlik qilmaydi. Bu katta darddir, birodarlar. Darholiki agar o'shalar bilsa, qanchaho insonlar, qanchaho musulmonlar shu kattalarning ovozi shuki aytadi, kosh falonni nega men bilsam edim, shularni nega men bilsam edim. Kecha kunduz Qur'on o'qiydim. Hasrat deydi, afsuslar qiladi. Kosh meni sinamam joyi Qur'on bo'lsa edi, meni sinamga Qur'on joy olgan bo'lsa edi, meni qalbimga Qur'on joy olgan bo'lsa edi. Afsuslar qiladi, lekin bo'lmaydi. Lekin bitta bu qori bachalarga odam ta'jub qiladiki, Xudoning bularga bu Qur'onni musharraf qilibdi, bu Qur'onga bu ne'mat Qur'onni bularga beribdi. Bu Qur'on, hifz Qur'onni sizga keltiribdi, Qur'onni hifz qilib shuru qilibdi, lekin ketini qo'yib berib ketadi. Qadrini bilmaydi. Bu ne'mat qadrini bilmaydi. Bir saxt gap ba'zi birodarlar. Va degan ba'zi qori sohiblarga vaqtga qaraymiz, nima qilibdi? Qur'onni tamom qilibdi, qori bo'libdi, hofiz bo'libdi. Bir bor takmil qilibdi, hifzni dasturbanli qilib, mahfil olib, mutalla ketgan qator. Gullar taylalgan, ketlari mutalla, natlab qo'yib, pardalari chopqirilib, mollar so'yildi, mashallah, mashallah. Falon o'g'li qori bo'ldi, falon o'g'li hey bunda bo'ldi, dasturbanli qildi, bu bo'ldi, hofiz bo'ldi, bu bo'ldi, deb mahfillar olib, katta-katta mehmondorliklar berilib, oxiriga ham ko'r hech gap yo'q. Safas, hech xayr. Ikki uch ro'zalarni qara, sochdan ikki qolibdi. O'zini kofirlarga qilib satdi. Gafirishiga qarasang, o'tirishiga qarasang, turishiga qarasang, zarra qoriga o'xshamaydi. Voqean joyi sharm. Joyi xavfsizdir. Qori Qur'on o'z qadrini bilmaydi, o'z arzishini bilmaydi. Biz aytganimiz yo'q-ku, masalan, xushlik bo'lib yurishlik, o'zini tuzatib yurishlik harom yo'q, bunda emas. O'zini tuzatib yurasan, o'zini yasab yurasan, yaxshi ko'ylak kiysan, yaxshi vaskar kiysan, yaxshi but kiysan. Lekin qorini xushlaylik, yaxshiligi hayosiga, sharmagadi, taqvosiga, xudo tarsligiga. Ki mutaassifona biroz ko'p qorilarni ko'rmaymiz bu gapni. Qori sohiblarga sesimni eshitasizlar. Xudodan qo'rqinglar. Bahaysi bir ustoz bu dardi dilimda, yurak ko'yligidan aytaman. Xudodan qo'rqinglar. Qur'onlaringizni takror qilinglar, niyatlaringizni isloh qilinglar. Shundoq bir shaxsiyat bo'lib yuringlarki, vaqtda sizlarni mardum ko'rsa, mashallah desin. Mardum sizlarga qarab sizlardan ulgu bo'lsinki, avlodini Qur'onga qo'yishlikka tashviq bo'lsin. Biroz shunday hofizlarni ko'ramiz, qori Qur'on bo'lib chiqdi, ko'chaga kirishiga qarab mardum bezor bo'ladi qorilikdan madrasadan aytadi. Bu qanday mana shu 4-5 yil o'qidi, nima bo'lib berdi? Ana bizaniki ham mana shu sochini cho'raqini tarab kal qilib, haftaga bir urg'an mo'ydi qutini xalos qiladi, bu ham xalos qiladi. Ana bu mana shu ko'chadagilar bilan shu qayerga shu to'p bo'lsa bu boradi, kuchli jangga bo'lsa bu boradi, xura jangga bo'lsa bu boradi, musobaqada bu boradi, PUBG'da bu o'ynaydi, gemda bu o'ynaydi, motorsaklda bu qoladi. Ikkovining nima farqi bor? Qan joyi xijolat joyi sharmda. Nima bo'layapti bunda bo'lsa hofizlarimiz? Hofizlarimiz shunday bo'lib yursaki, erishiga qarab, o'tirishiga qarab, turishiga qarab mardum xushi kelsa, mardum tashviq bo'lsa avlodini ham bashlas Qur'onga qo'ymoqqa. Lekin qori sohiblar voqean bu katta bir zarbadir bu dinga. Navoiyat bundoq qilsa, Navoiyat bular dinda otini bad qilsa, qaranglar, voqean men o'zim shu bahaysi bir ustoz Dorulhifoz ko'p yuragim kuyadi shu qori sohiblarga.